Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amallar yaxshidinglarmi? Bizning oldingi haftalik darsimiz bilan bu haftalik darsimizning oraliq sal uzrab qoldi, kechirsizlar. Bugun biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar darsimizning 2-soatlik darsini bir qatim ko'rib o'taylik dedik. Bugungi mazmun Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar 1-bob 6-oyatdan 18-oyatgacha qadar bo'lgan mazmunlarni ko'rib o'tmoqchi. Qurmuqur holatda bir qatimdan amalba tafsilayarak, inchiyarak izohatini bir qatim ko'rib o'taylik dedik. Mazmunga kirishdan burun avval biz bir qatim o'qib chiqaylik. Vaqti soati kelganda bir odam Xudo tarafidan maydonga keldi. Uning ismi Yahyo edi. U insonlarning o'zi orqali haqiqiy nurga ishonishi uchun uningga guvohlik berishga kelgan edi. Yahyo payg'ambar o'zi haqiqiy nur emas. U faqat haqiqiy nurga guvohlik berguchidir. Dunyoga keladigan bu haqiqiy nur butkul insonni yoritadigan nurdir. Dunyo kalam orqali yaratilgan bo'lsa-mu, kalam bu dunyoga kelganda dunyo uni tunimadi. U o'z tuproqiga kelgan bo'lsa-mu, biroq uni o'z xalqi qabul qilmadi. Shundaqdimi u o'zini qabul qilib, o'ziga e'tiqod qilganlarning hammasiga Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Bu huquqqa erishganlar ya qondan, ya jinsiy talabdan, ya inson xohishidan emas, balki Xudoning irodasidan qayta to'ralgan bo'ladi. Kalam inson bo'ldi, ham aramizda yashadi. U mehr shafqat va haqiqatga to'lgan bo'lib, biz uning ulug'ligini, ya'ni otamiz Xudoning birdan-bir yegan o'g'lining ulug'ligini ko'rdik. Yahyo payg'ambar uningga guvohlik berib, xaloyiqqa yuqori ovoz bilan mundoq dedi: "Men sizlarga mendan keyin kelguchi mendan ulug'dir. Chunki u men tug'ilishdan burunla mavjud degan edim-ku. U dal mushu kishidir." Onun mehr shafqati cheksiz bo'lg'achqa, hammamiz har doim baxt ustiga baxtga erishib keldik. Chunki Tavrat qonuni Musa payg'ambar orqali yetkazilgan bo'lsa, Xudoning mehr shafqati va haqiqati Iso Masih orqali yetkazildi. Xudoni hech kim ko'rib boqqan emas, biroq uni otamiz Xudoning amrohi va yegan o'g'li, shundaqla o'zi Xudo bo'lgan Iso Masih bizga bildirdi. Xo'sh qarindoshlar, biz bugungi mazmunni boshlashdan burun oldingi darslik mazmunimizni bir qatim eslab o'tsak, oldingi qatim biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar 1-bob 1-oyatdan 5-oyatgacha mazmunlarni ko'rib o'tgan edik. Yana buningda hammadan burun degan so'zni izohlash orqali, uqumini izohlash orqali biz vaqt bilan mangulik degan so'zni biz ko'rish orqali kalam bo'lgan Rab Isoning o'zining Xudo bo'lib, ya'ni Xudo bilan birlikligini, ya'ni shu vaqt dunyosi boshlanishdan burunla Xudo bilan birlik bo'lib, u orqali, ya'ni kalam orqali barliq mavjudotlar yaratildi. Kalam uchun shu barliq mavjudotning yaratilganligini va uning uchun mavjud bo'lib turganligini biz tafsil ko'rib o'tgan edik. Ham shundaqla uningsiz Rab Isosiz, Xudoning kalomisiz hech qanday mavjudot yaratilgan emas bo'lib, bizning hayotligimiz, bizning mavjudligimizning o'zimi Rab Iso ekanligini biz ko'rish orqali hayotimizning maqsadi ustida bir qatim o'ylanib o'tgan edik. Ham shuningga o'xshash Hazrat Isoning, ya'ni kalam bo'lgan, Xudoning kalam bo'lgan shu Hazrat Isoning yer yuziga kelishi insonlarga haqiqiy nur, ya'ni nurni elib kelish ekanligini. Chunki insonlar qorong'ulikda, ya'ni qorong'ulik bo'lgan gunohning ichida bo'lg'achqa, Xudodan yiroq bo'lg'achqa insonlarga nur elib kelib, insonlarni, ya'ni qorong'ulik ichida qolgan insonlarni yoritish uchun, ya'ni hayotlikning manbasi bo'lgan bu hayotlik insonlarga nurni elib yaqin keldi. Ya'ni o'zi Xudo bo'lgan, Xudoning kalam bo'lgan Hazrat Iso, o'zi nuri bo'lgan Hazrat Iso insonlarga, qorong'ulikda yashayotgan insonlarga yaqin kelib, bizni yoritib, bizni shu qorong'ulikdan yoritish uchun yaqin kelganligini va bizni Xudo bilan yaqinlashtirish uchun kelganligini bir qatim qisqa deb o'tdik. Bugungi mazmunda bo'lsa, Yahyo payg'ambarning guvohligi, ya'ni guvohlik berish uchun kelgan Yahyo payg'ambar ekanligini, ham shundaqla Hazrat Isoning, ya'ni kalam bo'lgan Xudoning kalomining inson tiliga kelishining maqsadi, ham shundaqla uni tunib, ya'ni uni qabul qilib, uningga e'tiqod qilganlarga uning bergan huquqi, ya'ni Xudoning farzandi bo'lish huquqi degan mazmunlar va mushlarni bir qadar tafsiliy ko'rib o'taylik dedik. Shunga bugungi mazmunimiz asosan cho'ng jihatdan shu 3 bo'lakka bo'lib bir qatim ko'rib o'taylik dedik. Undaq bo'lsa, oldingi bir bo'lak bo'lgan 6-oyatdan 9-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni bir qatim ko'rib o'tsak,
Bu biləkdə bizə ən aldı bilən gözümüz çəliqlığını vaxtı saati gəlgəndə degan söz. Yəni vaxtı saat gəlgəndə biz aldın qatımlarda həyatımızga hər bir işlərinin behuda emasligini, beman emasligini, hər qanday işlərinin bizning uchun oldin o'rinlashtirilgan ishlarni ekanligini bir qatim olamning yaratılışida bo'lsin, har vaqt so'zlab kelgan. Bugungi vaqti soati kelganda degan vaqtimizda hayotimizda ham mushunday barliq mavjud bo'layotgan mavjudotlar orasida ham har ishning har hadisining vaqti soati, ya'ni Xudo o'zi o'rinlashtirgan. Chunki Xudo insonlarni, barcha mavjudotlarni vaqt dunyosi ichiga qo'ydi dedik. Ya'ni yaratgandan boshlab biz vaqt dunyosi boshlandi degan edik. Shunga o'xshash shu vaqt dunyosi ichiga biz mavjudotlarni yaratgan edik. Bu shunday bu vaqt, ya'ni bizning hayotimizning hammasining vaqti qarali bor. Har qanday mavjudotning ham, har qanday bir kuchning ham, har qanday bir yer yuzidagi, ya'ni dunyoga mansub bo'lgan har qanday mavjudotning yaratilgan har bir narsalarning, har bir mavjudot bo'lsin, har qanday hodisa bo'lsin, mushlarning hammasining biz vaqt qarali ichida mavjud ekanligini biz anqira olamiz, biz bila olamiz. Bizning hayotimizmi, bizning noyat chaylikda bizmi deb aytamiz. Ham shunday biz hayotimizdagi muhim narsalarni, qadrli narsalarni biz vaqtliq narsalarga tegishmaymiz deb turib biz oddiy tillarimizda, kunlik turmushimizda tillarimizda nihoyat ko'p ishlatamiz. Shuningga o'xshash har ishning vaqti soati bo'yicha, ya'ni Xudoning yer yuzidagi mavjudotlarni o'zining qonuniyati, o'zining irodasi ichidagi bir tartib ichida o'rinlashtirganligini biz bu yerda bayqay olamiz. Şu an bu vaqt deganimiz bir qadar cho'ng bo'lgan, bir muhim bo'lgan, masalan, ish hodisalarning, davrning, odamning hayotining vaqti, qarali, cheki degan o'sha hamsa bu soati deb turib kichik bir turkumiga ayrilgan vaqtimizda biz ham insonning hayotidagi har bir kun, bizning har bir paytlarimiz, bugun bir kunning ichidagi biz duchor bo'lgan, biz yuzlangan har bir ishlar, har bir munosabatlar, har bir biz yuzlangan har bir ishlar bo'lgan bizning inkoslarimiz, biz anglagan, biz ko'rgan shu payt ichidagi har bir ishlar bizning hayotimizga ta'sirlangan, bizning hayotimiz azozdan yig'ilib bizning hayotimizni. Masalan, bugun bir kundagi 24 soat ichidagi har bir ishlar birlashib, yig'ilib bugungi bir kunimizni qanday o'tkazganligimizni ifodalagan bo'lsa, mana shunday har bir kunlarimiz, har bir payt, har bir soatlarimizga har bir ishlarning qanday yig'ilib ma'noli holda yig'ildimi yoki qanday bir holatda o'tkazilgan o'sha har bir soat paytlarimiz bo'lsa birlashib bara bizning hayotimizning yo'nalishini, har bir ishlarimizning yo'nalishini degan mushlarga ta'sir qilganligini biz anqira olamiz. Endi bu vaqt deganda biz bir qadar cho'ng jihatdan ko'rgan bo'lsak, ham soatni bo'lsa o'zimizning hayotimizga tatbiqlab turib bir kichik tarkibda bir ko'rganga o'xshash. Shunga o'xshash bizning hayotimizning ham bizning qachon tug'ilib, qayerda tug'ilib, qanday bir qavm, qanday bir qabila degan o'xshash, hatto qanday bir joyda, qanday bir sharoitda, hatto qanday bir oilada, qanday bir ota-onaning ostida bizning dunyoga operida bo'lishimizni biz bilmaymiz. Shunaqo bu faqat Xudoning o'rinlashtirishi, Xudoning oldin belgilagan shu plani bo'yicha bo'lganligini biz ham bu orqali anqira olamiz. Shunga o'xshash biz o'zimiz tanlay olmaymiz. Masalan, qanday bir ota-onaning ostida biz tug'ilishini xohlagan bilanmi, lekin biz ota-onamizni tanlay olmaymiz, qarindoshlarimizni tanlay olmaymiz. Qanday dunyo, ya'ni qanday bir yurtda, qanday bir davriy sharoitda Masalan, biz bundan 2000 yil burungi shu davrda Iso Masihning davrida biz tug'ilishni biz ham tanlamagan va 2000 yil burun keyingi bugungi kunda bugungi mushundaq davrlarda tug'ilishimizni biz tanlayolmagan o'xshash. Ya'ni buning ichida bir Xudoning o'zining oldin o'rlashtirgan plani va o'zining ana shunday vaqti, qonuniyati, tartibi, bizning hayotimizga bo'lgan ulug'vor planlarning borligini, mushlarning ichida bir Xudoning irodasi borligini biz mushlar orqali biz anqira olamiz. Shunga o'xshash bizning hayotimiz, ya'ni bayan dedik, qanday bir qavm, qanday bir millat, qanday bir davr, qanday bir davlat, mushlarning ichida biz tug'ilishimizning o'zi Xudoning o'zining plani, irodasi ichida ekanligini biz anqira olamiz dedik. Shunga o'xshash bizning ham mushundaq davrlar ichida
Masalan, bugungi biz chatga chiqayotganlarmi, qanday qilib bu chatga chiqqan bo'lishimizning sababi balki har xil ariyangiz bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-mi biz mushunda davriy sharoit ostida, mushunda bir vaziyatlar ostida biz hozir hammamiz har tarafda chechilib, dunyoning har taraflarida yashayapmiz degan o'xshash. Lekin bo'lsa hammamiz bir tilda so'zlaydigan bir qavmning avlodlari ekanligimiz hammamiz e'tirof qilgan shunday bir mavjudiyat. Ya'ni nima demoqchi desa, mana shundaq biz o'zimizning aslimiz, o'zimizning vaslimiz degan o'xshash shu o'zimizning kimligimizni dal mushu Xudoning bizni nega qo'yib, nada operida qilib, shunda qanday bir sharoitda, qanday bir irodada qanday bir o'zining planlari ichida bizni qanday qo'yganligidan biz o'zimizning aslimizni bir qatim o'ylab chiqishimizga to'g'ri keladi. Qisqasi, shunga o'xshash biz mazmunni o'ziga kelsak, ya'ni shundaq Xudoning ana shunday bayon dedik, har bir odamning qanday bir sharoitda, qanday yerda tug'ilishining hammasi Xudoning o'zining irodasi borligini biz anqira olamiz dedik emasmi deb aytdik. Shunga o'xshash bugungi mazmunning 6-oyatda bo'lsa, vaqti soati kelganda bir odam Xudo tarafidan maydonga keldi. Onun ismi Yahya idi deb turib, Xudo tarafidan dal o'sha vaqtda Yahya payg'ambarni shu joyga avatganligini bu yerda bizga ifodalab beryapti. Masalan, Ayso Masih, biz Yahya payg'ambarni boshqa 3 xo'sh xabardan biz aniq anqira olamiz, bila olamiz. Elizabet bilan Zakariya Muşның qeyrib qalğanda, yaşınıb tapqanda Yahya peyğəmbərini tapqanlığını biz ham biləlaymiz. Yahya peyğəmbərinin qanday çoğalğanlığını biz biləlaymiz. Yahya peyğəmbəri bilan Ayso Masihning qanchalik farq, yəni 6 ay farq borligini biz ham Luqa bayon qilgan xo'sh xabar va yoki Markus Matal orqali bularchiki ko'pincha mazmunlarni biz biləlaymiz. Lekin Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda u mazmunlarni ta'kidlamasdan, bugungi mazmunda bo'lsa Yahya peyğəmbərinin vaqti soati kelganda, ya'ni Xudoning şu planı, yani ulug'vor bir plan ichidagi, ya'ni Xudoning bir tamomlamoqchi bo'lgan şu ishlari, şu planlarining şu vaqti kelganda, vaqti soati kelganda, dal şu Xudo o'rinlashtirgan bir odam, kim u? Yahya payg'ambar. Şu odamning Xudo tarafidan maydonga chiqqanligini bu aytadi. Ya'ni maydonga chiqdi degan gap, kishilarga namoyon bo'ldi. Kishilarning oldida şu Xudoning şu so'zini, Xudoning şu irodasini namoyon qildi degan o'xshash bir odam maydonga chiqdi degan gap, ko'rindi, ko'p odamlarga bilindi, tunutildi degan o'xshash bir ma'noni bildirdi. Shunga o'xshash Xudo tarafidan shu vaqti soati kelganda Yahya payg'ambarning ya'ni maydonga chiqqanligini bu yerda ta'kidladi. Ya'ni Yahya payg'ambar, Xudoning Yahya payg'ambarni shu vaqtda kishilarning orasida namoyon qilishdagi maqsadi bo'lsa, 7, 8 va 9 oyatlarda buni bizga ifodalab beryapti. Ya'ni insonlarning Yahya payg'ambar orqali haqiqiy nurga ishonish uchun guvohlik berishga Xudoning uni avatganligini, Xudoning uni maydonga chiqqanligini mana 7-oyatda aytadi. Ya'ni u insonlarning o'z orqali haqiqiy nurga ishonish uchun uning guvohlik berishga kelgan edi deb. Ya'ni Yahya payg'ambarning shu vaqt ichida Xudo tarafidan kishilarga namoyon bo'lib, kishilarga tunilib, shu joyda maydonga chiqib, shu Yahya payg'ambar qilayotgan ishlarini shunday qilishidagi maqsadi bo'lsa, uning shu vaqtda maydonga kelishga maqsadi bo'lsa, haqiqiy nurga guvohlik berishganligini bu yerda bizga alohida eskartadi. Ya'ni Yahya payg'ambar orqali, ya'ni Yahya payg'ambar maydonga chiqib, kishilarga tunilib, uning qilgan shu bergan guvohliklari orqali, ya'ni Yahya payg'ambar qilgan guvohliklari orqali boshqa kishilarning shu haqiqiy nur. Biz haqiqiy nurni kim dedik? Ayso Masih dedik. O'zi haqiqiy nur deb turib. Ana shu Ayso Masihni tunishi uchun Yahya payg'ambarning oldini ola kelib, shu Ayso Masihga guvohlik berish uchun shu vaqtda, shu joyda maydonga chiqqanligini bu yerda bizga eskartadi. Endi bu Yahya payg'ambarning guvohligi, Yahya payg'ambarga oid mazmunni biz shu birinchi bobdagi butun mazmun, oxiridagi mazmunlar bor. Bugun 18-oyatga kelgan bilan 19-oyatdan oxirigacha bo'lgan oyatlarning hammasi Yahya payg'ambarning bergan guvohliklari. Ya'ni u maydonga chiqib, ya'ni Yahya payg'ambar Xudo tarafidan maydonga chiqib, kishilarga qanday guvohliklarni berganligini, qanday so'zlan qilganligini oxirsida davomli eskartadi. Biz shu vaqtda bara ya'ni balkim keyingi soatlik mazmunda maxsus Yahya payg'ambar va uning guvohligiga oid darsni maxsus holatda o'tib ko'rib chiqa olamiz. Shu an qarindoshlarning
Yahya payg'ambarga oid bo'lgan, ya'ni Matta bayon qilgan xush xabar, Luqqa bayon qilgan xush xabarda bo'lsin, Markus bayon qilgan xush xabarlarda Yahya payg'ambarni qanday izohlab, qanday ta'riflab, bizga qanday tunishtirganligiga oid mazmunlarni bir qatim izlab, Yahya payg'ambarga oid bir qadar uchurunglarni to'plab, keyingi soatlik mazmunni anglasanglar, sizlarga nisbatan texnik cho'nqur tushunchalarni iyi qildi deb o'ylayman. Shuning uchun biz Yahya payg'ambarni texnik konkret qilib keyingi soat ko'rib o'taylik. Bugun bo'lsa Yahya payg'ambarning ashu vaqtida, ashu joyda o'tirg'i chiqishi bo'lsa, faqat shu haqiqiy nurga, ya'ni Hazrat Aysoga guvohlik berish kerakligini va Yahya payg'ambar bergan shu guvohlik orqali kishilarning bo'lsa shu haqiqiy nurni tunishi ekanligini biz Yahya payg'ambarning hayotliq, ya'ni shu vaqtda o'tirib chiqishdagi maqsadi, hayotliq maqsadi, shundaqla hayotining ma'nosining dal shu guvohlik berish ekanligini bu yerda alohida bizga uqtirayotganligini bugun shunchalik qisqa bilib turaylik. Biz keyingi mazmundan davomli ko'raylik. Ya'ni 8-oyatda Yahya payg'ambar o'zi haqiqiy nur emas, u faqat haqiqiy nurga guvohlik berguchi deb turib, bu yerdami Yahya payg'ambarni haqiqiy nur emas, faqat uningga guvohlik berguchi deb turib, yana ham guvohlik bu rolini, guvohlik berguchi ekanligini bu yerda alohida ta'kidlayotdi. Shunga buni keyingi soatda tafsil ko'rib o'taylik. Endi biz 9-oyatni bir qatim ko'rib o'tsak, dunyoga kelgan bu haqiqiy nur butkul insonni yoritadigan nurdir deb degan mazmun bor. Biz oldingi soat mazmunni o'ylab o'tsak, ya'ni kalam hayotning manbasi bo'lib, bu hayotliq, ya'ni kalam bo'lgan hayotliq. Hayotlikning manbasi bo'lgan shu kalam insonlarga nur elib keldi, ya'ni qorong'ulikda yashayotgan insonlarga nur elib keldi, ya'ni gunohning ichida yashayotgan insonlarga nur elib kelib, ya'ni Xudoga yaqinlashtirdi deb turib shu mazmunni biz yig'inchoqlagan qilgan. Shunga o'xshash endi dunyoga kelgan bu haqiqiy nur. Bu nur, ya'ni hayotlikning manbasi bo'lgan kalam bo'lgan shu hayotliq. Hayotlikning manbasi bo'lgan shu kalam bo'lsa, uning kelishi bo'lsa, dunyoga kelishi bo'lsa, shu nur bilan, o'zi elib kelgan shu nur bilan butkul insonni yoritadiganligini, ya'ni bu haqiqiy nurning oldingi soatlik mazmun bilan birlashtirsak, hayotning manbasi, hayotliq insonlarga nur elib keldi deb turib, nurni bizga tasvirlagan vaqtida hayotlik xato qiluvchi, hayotlikning manbasi bo'lgan kalamning elib kelgan shu nurni bo'lsa, shu hayotlik bilan birlashtirib bizga izohlab tasvirlab berganga o'xshash, bu haqiqiy nur. Yine bu hayatlık ata qildigan nur, hayatlık beg'ishlaydigan nur. Şuna bu haqiqiy nur hisoblanadiganligini bizga aytdi. Ya'ni hayotlik beg'ishlaydigan, hayotlik ata qildigan, ya'ni bizni yo'riqlik ata qildigan, qorong'uliklarni yo'ritadigan, shu nurni bo'lsa haqiqiy nur. Bu qorong'ulikni yo'ritadigan nur bo'lsa, ana shu gunohlarimizni bizga yo'ritib, gunohlarimizni oshkorlab, bizni bo'lsa shu Xudoga yaqinlashtiradigan shu nurni biz haqiqiy nur deydiganligimizni. Endi bu yerda bizga haqiqiy nur deb turib bu yerda sifatlab berayotgan haqiqiy nur degan so'z orqali biz bu yerda ham haqiqiy nur bilan qarshi haqiqiy emas bo'lgan saxta nur borligini biz bu yerda tasvir qila olamiz, tasvirlay olamiz. Chunki bizga hayotlik beg'ishlaydigan, hayotlik xato qildigan, Xudoga yaqinlashtiradigan, gunohlarimizni yo'ritib etadigan, gunohlarimizni yo'ritib Xudoning oldida bizni yetaklab, Xudoning oldida biz o'zimizni tavba qildigan, Xudoga intildigan shunday bir bilan ato qildigani bo'lsa, haqiqiy nurning qildigan bizga elib keldigan shunday ta'siri, yo'ritish ekanligini esga oladigan bo'lsak, unda bo'lsa bizga hayotlik emas. Biz demismi hayotlik turmushimizda nurg'un saxtalarni, nurg'un saxtiga tabi bo'lgan narsalarni, nurg'un haqiqiy tabi bo'lgan narsalarni biz his qila olamiz. Haqiqiy do'stlik, haqiqiy mehr, muhabbat deb turib bu haqiqiy bo'lgan narsalarning kuchini, shuna haqiqiy bo'lgan narsalarning bizga ato qilgan kuch-quvvatini, qudratini, hayotiy kuchini biz his qila olgan bo'lsak, balki saxtaliqqa tabi bo'lgan, masalan, saxta do'stlik, saxta bir munosabat, saxta mehr, muhabbat, yolg'onchilik to'lgan shunday munosabat degan o'xshash narsalarni biz his qilsak, bunday narsalar bizga nisbatan bir chin bo'lgan tuyg'u, chin bo'lgan kuch, chin bo'lgan bizga quvvat degan narsalarni akamaydiganligini biz ham his qila olamiz. Ya'ni nima demoqchi desa, bu yerda haqiqiy nur deyish orqali biz o'zimizning hayotimizda va yoki e'tiqodchilik turmushimizda bo'lsin, o'zimizning haqiqiy nurini, özümüzün intilishimizni, o'zimizning e'tiqodimizning asosini va o'zimizning kunlik turmushimizga hayotlik yo'limizni bo'lsa, shunday haqiqiy nur ustiga
haqiqiy nurning ustiga qo'yib turib o'zimizning mangishimizni haqiqiy nur ustiga, haqiqiy Xudoning kalomi ustiga qo'yib turib e'tiqodimizni o'sib yetildirishimizning ham muhimligini biz bu yerda shu esga olaymiz. Chunki hozirgi dunyoimizda, hozirgi e'tiqodchilik hayotimizda ham nurg'un saxta munosabatlar, saxta narsalar nihoyat ko'p, saxta e'tiqodchilarmi ko'p, saxta yetakchilarmi ko'p deganga o'xshash. Xudoning so'zini saxta yeshib turib, saxta izohlab turib bizga yetkazadiganlarmi nihoyat ko'p. Endi saxta guvohchilar deymiz, buni bir yig'inchoqlasak. Shuningga o'xshash bizmi bu yerda Yahyo payg'ambar haqiqiy nurga guvohlik berish uchun Xudo o'zi evatganiga o'xshash, biz ham o'zimizning e'tiqodimizni haqiqiy nur ustiga qo'yib turib, haqiqiy nur ustiga o'zimizning e'tiqodimizni bog'lab turib, mustahkamlab o'sib yetilish orqali bizning bugungi kunda bizning dunyoda mushundaq vaziyatda, mushundaq paytlarda, ashundaq qavm ichida biz Xudoga mansub bo'lib, e'tiqodchi bo'lib Rab Aysoga bağlanıp yaşayotgan biz e'tiqodchilarning ham mushundaq o'zimizning e'tiqodimizning asosi bo'lgan mushu haqiqiy nurga bizmi guvohlik berish uchun bugungi kunlarda guvohlik beruvchilar sifatida yashayotganligimizni biz ham esga olaymiz. Chunki deydi bu haqiqiy nur butkul insonni yo'ritadigan nurdir. Yani biz dedik dünyadaki qarang'ulikni yoritish uchun bu hayotlikning manbasi bo'lgan kalamning bu dunyoga kelishi bo'lsa butkul insonni, ya'ni bu butkul inson deganimiz na qavm, na qabila, na millat, na bir el davlat bilan cheklanmasdan, balki barcha millat, barcha qavm, barcha shu Xudoga tashna bo'lgan, Xudoning so'ziga tashna bo'lgan, Xudoning shu nuriga tashna bo'lgan, ya'ni o'zini qarang'ulikda deb his qilib Xudoning nuriga muhtojligini his qilgan shu barcha insonni, barcha qavm ichidagi, barcha millat ichidagi, shu barcha inson ichidagi, ya'ni hech qanday bir nimiz yo'q holatda, millat nimiz cheklimiz yo'q holatda shunday insonlarni yo'ritish uchun kelgan dunyoga, shunday butkul insonlarni yo'ritish uchun kelgan haqiqiy nur ekanligini bizga yo'ritib beradi. Ham bu orqali bayon dedik, Yahyo payg'ambarning mushu haqiqiy nurga guvohlik berish uchun kelganligini aytish orqali biz ham o'zimizning aşundaq bir qavm ichida, aşundaq bir millat ichida, aşundaq bir zaminda dunyoga kelishimiz, ya'ni Xudoning bizning ustimizga irodasi, o'zining plani bo'lganligi uchun shu joyga operida qilgan deb turib, Xudoning buning ichiga Xudoning irodasining o'zining bizning ustimizga amalga oshirmoqchi bo'lgan shu planlarning shuning ichida borligini biz anqirgan. Ham shundaqla o'zimizning ana shu Hazrat Ayso Masihga, uni haqiqiy nur deb e'tiqodimizning asosi bo'lgan shu haqiqiy nur bo'lgan Hazrat Aysoga guvohlik berish uchun ham bizning bugungi kunda uningga mansub holatda yashayotganligimizni, bizning ham Ayso Masihning guvohchilari ekanligimizni biz ham anqira olamiz deb o'tganga o'xshash. Endi mushu haqiqiy nurni, bizning e'tiqodimizning asosi bo'lgan mushu haqiqiy nurni butkul insonlar, atrofimizdagi insonlar, bizning qavmimiz, millatimiz ichidagi shu barliq insonlar anglig'idek qilib, ular anglayolig'idek qilib ularga guvohlik berishning ham bizning ustimizda ekanligini biz ham bu yerda anqira olamiz. Chunki bu yerda butkul insonni yo'ritish ekanligi deb turib, bu xuddi quyoshning nuri butkul dunyoni, butkul yer yuzini yo'ritganga o'xshash. Dal mushu Xudoning haqiqati Hazrat Ayso, ya'ni haqiqiy nur bo'lgan Rab Aysoning nuri, Rab Aysoning mushu bizga ato qilgan, bizga yetkazgan bu haqiqatini butkul insonlarga biz taqtish, butkul insonlarga guvohlik berishning ham bizning ustimizda ekanligini mushu qisqa bir bilak orqali biz ham his qila olamiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz yana bir ikkinchi bilak mazmunga kelsak, ya'ni 10-oyatdan 13-oyatlargacha qadar mazmunni biz birlikda ko'rib o'tsak, ya'ni dunyo kalom orqali yaratilgan bo'lsa-mu, kalom bu dunyoga kelganda uni tunimidi deb, bu yana birinchi oyat, ya'ni birinchi oyatga bilan bizga o'xshab qoldi. Ya'ni hamidan burun kalom mavjud edi dedik emasmi? Endi bu dunyo, ya'ni bu vaqt dunyosi ichiga qo'ydi dedik. Vaqt ichiga qo'ydi dedik. Ya'ni Xudo o'zi bu shu dunyoni yaratdi, so'zi bilan yaratdi emasmi? Kalom orqali yaratdi. Shunga o'xshash dunyo kalom orqali yaratilgan bo'lsa-mu, dunyo kalom uchun yaratilgan bo'lsa-mu, dunyo kalom uchun mavjud bo'lib turgan bo'lsa-mu, ya'ni bu dunyo Hazrat Ayso orqali yaratilib, Hazrat Ayso uchun yaratilgan bo'lsa-mu, ammo o'zi, ya'ni shu Hazrat Ayso bu dunyoga kelganda dunyo uni
tunumidi degan oyat. Endi bu yerda biz dunyo degan vaqtda biz nimani tushuna olamiz? Biz o'zimiz oddiy tilimizmi, oddiy turmushimizmi dunyoni tasvirlagan vaqtimizda bizning nurg'un murakkab bo'lgan tuyg'ularimiz, agri to'qayliqlarimiz, jabboliklarimiz, qiyinchiliklarimiz yoki nurg'un razillarniki o'zidak his qiladigan, shuna tasvirlaydigan so'zlarimiz nihoyat ko'p. Hem şunlarla biz muqaddes kitaptımı dünyadaki narsalarni biz ötkinchi deb turib, hem şunlarla dünyadaki narsalarni, yani dünyaga xos bo'lgan arzu xohish, dünyaga xos ishlar, dunyoning arzu havaslari deb turib, biz dunyoni biz Xudoning bayam degan o'xshash, Xudoning qonuniyati va Xudoning tartibiga qarshi bo'lgan bir qonuniyat. Yani Xudoning haqiqatiga, Xudoning tartibiga qarshi bo'lgan bir qonuniyat sifatida biz dunyoni tasvirlab, nurg'un tasvirlab turib so'zlaymiz. Demismi shunga o'xshash, garchi Xudo yaratilgan vaqtida, eng dastlab yaratgan vaqtida Xudo o'zining tartibi, o'zining irodasi, qonuniyati bilan dunyoni yaratgan bilan gunoh insonning ichiga, inson narsiga gunoh kelgandan boshlab yarmi la'nat qoldi degan o'sha nurg'un nimalar la'nat kuchirab, hatto Nuh payg'ambar davrida shunga o'xshash qonuniyatlarning, nurg'un qonuniyatning, Xudoning tartibining ko'p holatda buzg'unchilik uchirganligini, ya'ni insonlarning razilligi sababidan Xudoning shu qonuniyatini, Xudoning o'rnatgan tartiblarini buzg'unchilik uchirganligini, razillik qoplaganligini biz muqaddas kitobdami yoki biz o'zimizning kunlik turmushlarımizmi, munosabatlardimi biz buni anqiralaydigan bir qonuniyat bo'ldi. Qisqasi biz dunyo deganni biz bir qonuniyatlik bir nima desak, tuzilma desak, bu dunyo degan vaqtimizda ana shunda Xudoga qarshi qonuniyat, Xudoga qarshi bir tartib, ya'ni bir qarong'ulikning bir vakili sifatida biz ko'ramiz. Ana shunga o'xshash bu dunyo kalam orqali yaratilamiz. Ya'ni bu dunyodagi barcha mavjudotni, bu vaqt dunyosini garchi kalam yaratgan bo'lsa-mu, kalam uchun yaratilgan bo'lsa-mu, kalam orqali yaratilgan bo'lsa-mu, ammo shu yaratquchi bo'lgan shu kalam o'zi bu dunyoga kelganda bo'lsa, dunyo uni tunimidi deyish orqali bizga bu dunyoga xos bo'lgan bir tartib, dunyoga xos bo'lgan bir qonuniyatning bir qarong'ulikqa, ya'ni Xudoga qarshi bir mavjudlikda bir qonuniyatning borlig'ini bizga bu yerda eskartib beradi. Ham hozirda desam o'zi deydi emasmi? Masalan, shu Yohanna bayon qilgan xush xabarning 15-bob qaraydigan bo'lsak, 15-bob 18-oyatdan 19-oyatlardami bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlansa, sizlardan avval mendan nafratlanganligini bilinglar. Sizlarmi bu dunyoning odamlaridan bo'lgan bo'lsanglar, bu dunyoning odamlari sizlarni o'zining deb so'ygan bo'ladi. Biroq men sizlarni bu fani dunyodan ayirib tanlaganligim uchun endi bu dunyoga mansub emassizlar. Shuning uchun bu dunyoning odamlari sizlardan nafratlandi deb turib, bu dunyoning odamlari deb turib, Xudoga qarshi, Xudoga ishonmaydigan shunday bir odamlarni bu dunyoning odamlari deb, ham bu dunyo sizlar bu dunyoga mansub emassizlar, men sizlarni bu fani dunyodan ayirib tanlab oldim deyish orqali bu dunyoning qonuniyati, bu dunyoning tartibi, dunyoga xos tartib, dunyoga xos qonun, dunyoga xos madaniyat, dunyoga xos o tafakkur, dunyoga xos o qarash, o'zimizning qarashlari, bu narsalar hammasining bo'lsa, shu bu dunyodan kelgan, bu dunyodan olgan bu narsalar hammasining bo'lsa, Xudoning qonuniyati, Xudoning haqiqatiga qarshi ekanligini bizga bu yerda alohida ta'kidlab beradi, ya'ni anqiratqizadi. Shuning uchun biz ham bayamqi shu Yohanna bayon qilgan xushxabar 15-oyatdagi mazmun bilan ham biz shuni es qila olamizki, biz hozirda Aysoni o'zimizning Rabbimiz, bizning qutqizuvchimiz, nijotkorimiz deb qabul qilganlar, bizga e'tirof qilganlar, e'tiqodimizni mushu haqiqiy nur ustiga qo'yib turib yashayotganlar bizning bo'lsa, bu dunyoning odamlari bilan qanday farqlanganligimizni va bizning salohiyatimizning bo'lsa, bizning ham bu dunyoga kelishimizdagi maqsad bo'lsa, nima ekanligini bu birinchi bobdagi mazmunlar orqali texmi ko'p bizga yoritib, anqiratqizib, tunutib beradi. Masalan, biz bo'lsak, Rabbga ishonganlar, Rabbga mansub bo'lganlar bo'lsa, bizning mavjudligimiz, bizning aslimiz,
bizning dunyoga kelishimizning bo'lsa, Xudo bizning ustimizda Xudo o'zining shunday bir ulug'vor planlari, ulug'vor irodasining borligi bo'yicha ham shundaqla hozir bizning Rabbga mansub bo'lib, Rabbni tunug'anligimizning, Rabbning bizni o'ziga mansub qilib, bizni o'ziga qabul qilganligining bo'lsa ham bizni birinchidan bo'lsa albatta guvohchi bo'lishimiz uchun, ya'ni haqiqiy nurga guvohchi bo'lishimiz uchun chaqirganligini ham derak berganligiga o'xshash, ham shundaqla bizning hayotimizning tartibi, hayotimizning ma'nosi, hayotimiz bo'lsa bu dunyoga xos, dunyoning ishlari, dunyoning tartibi, dunyoning qonuniyati bo'yicha emas, dunyoga xos ishlar bilan emas, dunyoga xos shu o'y fikrlar bilan emas, dunyoga xos shu yo'nalishda emas, balki bularga bir qarshi bir hayot ekanligini mushu oyat orqali, ya'ni kalom bu dunyoga kelganda dunyoni tunimidi, ham shundaqla Rabb aytsa bizga degan manslarni bu fani dunyodan ayirib tanlab oldimizlar, bu dunyoga mansub emas degan shu so'zlar orqali biz ham o'zimizning qanday yashashimiz kerakligini, hayotimizga, har bir onlarimizga, har bir kunimizga, har bir ishlarimizga qanday qarab, har bir ishlarimizni, har bir kunlarimizni, har bir yuzlangan ishlarimizga qanday bir inkos qaytarishimiz kerakligini biz ham bu yerda anqara olamiz. Bayon dedik emas, vaqt soat ichidagi ishlardi. Shuni o'xshashmish soatni ham biz insonning har kuni, ya'ni bizning har kunimizdagi, har paytlarimizdagi, har bir munosabatlarimiz ichidagi shu ishlarga biz, ya'ni vaqtlik ichidagi shu ishlarni anqirab turib, tushunib turib, nimaning bu dunyoga xos ishlar, nimaning bu dunyoga xos munosabatlar, nimaning bu dunyoga xos bir qonuniyatlar ekanligini biz tushunib, farqlantirib, anqirash orqali shu paytimizni, shu onimizni, shu kundagi shu munosabatlarimizni bo'lsa, biz haqqoniylik tava bo'lgan, ya'ni Xudo orqali biz Xudoning so'zi orqali shu munosabatda biz qanday qilsak haqqoniylik bo'lganligini biz anqira olamiz emasmi? Xudo bizga chunki o'rgatadi, nimaning haqqoniylik ekanligini, Xudoga e'tiqod qilgan e'tiqodchilarning hayotining nima ekanligini bizga har bir so'zlar orqali tafsiliy bizga isbotlab beryapti. Shuning o'xshash biz har kunimizda, shunday har paytlarimiz ichida, har soatlarimiz ichida bizning nimaning haqqoniylik ekanligini, nimaning Xudoga xos, Xudoning haqiqiy xos narsalar ekanligini, nimaning dunyoga xos, dunyolikqa tava, dunyoning o'y fikrlari, dunyoning qonuniy ekanligini biz anqirab, shularni farq etish orqali biz shularning ichidan dunyo xos narsalarni emas, balki Xudoning haqiqiy xos bo'lgan shunday haqqoniylikni chingtirish orqali, haqqoniylikqa tava ishlarni anqirash orqali har kunimizni ana shunday haqqoniylik ichida tanlab, farq etib, haqqoniylik bilan yuzlangan vaqtimizda bizning har kundagi shu haqqoniylik bilan yashagan har bir kunimiz biz shu Xudoning bizning ustimizdagi amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasining nima ekanligini va eng oxirida bizning hayotimiz orqali o'zing qanday bir cho'ng irodalarini, planlarni amalga oshirganliklarini ana shu har bir kunimizdagi shu anqirab yashaganliklarimiz bilan shularni vujudga chiqarganliklarini biz ko'ra olamiz. Her hayatımızda, her günümüzde, her işlerimizde biz şu vaqtda Xudoning bizim hayatımızda amalga oshirayotgan ulug'ligini, shon sharafini biz ham his qila olamiz. Masalan biz davomli ko'rsak, u o'z tuproqiga kelgan bo'lsa-mu, biroq uni o'z xalqi qabul qilmadi. Masalan bu yerda o'z tuproqi va o'z xalqi degan vaqtimizda shu avatilgan joy, avatilgan xalqlar degan ma'noligini biz bilmaymiz albatta bu so'zni. Ham shunday, ammo bu kalom bu dunyoga kelganda dunyo uni tunimidi, ham shundaqla bu yerda u o'z tuproqiga, ya'ni Xudo o'zi oldin bishorat bergan, Xudo ana shu xalqim deb turib atgan, ya'ni shu vaqtda Isroillarni o'zimning xalqi deya emasmi Xudo, o'zimning go'hiri, o'zim tanlavag'ini deb biz qonun shariatini o'qigan vaqtimizda bularni o'qigan, anglagan. Shuning o'xshash ana shu Xudo o'zi Isroillarni yetaklab, Xudo o'zini degan, men o'zim azizlagan joyga sizlarni yetaklab borman, shu joyni sizlarga beraman deb turib Ibrohimdan boshlab va'da bergan shu va'da zamin edi emasmi? Dal shu Xudo o'zi va'da qilgan shu zaminga, dal shu Xudo o'zi xalqim degan shu xalq orasiga Xudo o'zi, ya'ni kalom o'zi kelgan bo'lsa-mu, bu xalq, bu zamin, bu dunyolam uni tunimayli qolmasdan xalqi va shu tuproqi uni qabul qilmadi, ya'ni uni qarshi olmadi deydi. Ya'ni Xudo o'zi necha ming yil Xudo o'zining mehr shafqatini, so'zini, hatto o'zining xizmatkorlari bo'lgan payg'ambarlarni ayamasdan u xalqqa izchil deb bishorat berib, Xudo o'zining irodasini
bu dunyoda amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasining nima ekanligini ularga oldin ola deb turib bishorat berib ularning ustida o'zining xizmatkorlarini avatib turib xudo o'zining planlarini oshkorlagan bo'lsa-mu, ammo bu yerda deganga o'xshash afsuski dunyomi tunimidi, ham shunday o'z tuprog'iga kelgan bo'lsa, tuprog'imi uni qarshamidi va xalqimi uni qarshamidi, ya'ni qabul qilmadi deyish orqali ana shu dastlabda xudo o'zi xalqim degan, xudo o'zi va'da bergan shu zamindagi xalq xudo o'zi kelgan vaqtida shu xudoni tunimag'alani. Bu orqali biz yana anqira oladiganimiz bor. Ya'ni shu vaqtlarda Yahudilar bo'lsin, Tavrat ustozlari bo'lsin, Xudoning shu barliq so'zlarini, Xudoning kalomini, ya'ni biz bugun muqaddas kitobni qo'limiz tutib turganga o'xshash, ularning qo'lidami shu Xudoning kalomi. Hatto Tavrat ustozlari buni to'xtamasin tadqiq qilib, Xudoning so'zini, bishoratlarini o'rganib, yodlab, kishilarga o'rgatib shunday qilayotgan bu xalqmi? Xudoning so'zini qo'lida tutib turgan shu xalq, Xudo o'zi kelgan vaqtida uni tunimidi, deyish orqali bizni ogohlantirdigini, bizni askartirdigini nima desa, bizmi garchi Xudoning so'zini Muşunda qulumuzda Xudoning muqaddas kitobi mukammal bo'lgan. Ham shunday Xudoning so'zlarini biz anglay olamiz. Hozir davrimiz taraqqiy qilib buni biz to'rlardan o'zimiz ham anglay olamiz. Garchi bu davr biz hozir davrning sharoitining cheklimasiga nihoyat oz uchraymiz. Ya'ni sharoitdan alqigan holatda bir muşunda to'r dunyosi ichida biz qanchalik o'rganmoqchi bo'lsak, qanchalik o'qimoqchi bo'lsak, hozir o'qiy olamiz, sharoitimiz bor. Anglay olamiz darslarni, to'r darslarni degan o'xshash. Muşunda holatda Xudoning so'zi tursa, bu so'zini anglamasdan, anqirmasdan, ya'ni Xudoning irodasi nima? Xudo nimdavatudu deb turib buni o'rganmasdan, balki Xudoning bergan so'zlarini biz tanlab turib, "Manga yoqmadi, ma'o so'zi menga yoqdi" deb turib Xudoning so'zini tanlab, o'zimizga yaqinnilam o'qib, o'zimizga yaqinnilam qabul qilib, o'zimizning xohishi bo'yicha qilg'im kelmadi, anglag'im kelmadi, o'qig'im kelmadi deb turib Xudoning so'zini anglashga sal qarab turib, Xudoning degan so'zlariga itoat qilishga sal qarab turib, biz ashundoq yashagan vaqtimizda, garchi Xudoning so'zi qo'limizda, Xudoning so'zlari bizga har vaqt, har zaman quloqlarimizning oldilarida bo'lsin, quloqlarimizga anglanib turgan bo'lsin, biz uni itoat qilib, Xudo menga nima deyotdi? Xudo mening qanday yashashimni chaqiryapti? Xudo meni qanday yetaklayapti? Xudo mening hayotim ustida nimani amalga oshirmoqchi? Meni qanday yo'llarga yetaklamoqchi? Men qanday yashashim kerak Xudoning oldida? Qanday pozitsiyada Xudoning oldida turishim kerak? Xudoning so'zining oldida qanday turishim kerak? Xudo meni nima uchun chaqirdi? Xudo meni bu dunyoga mushunchalik nurg'un insonlar ichidan, nurg'un mushundaq Uyg'urlarning ichidan meni tanladi, meni o'ziga mansub qildi. Unda men qanday yashashim kerak deganlarni o'ylamasdan biz o'zimizning dunyoning odamlari bilan hech farqimiz yo'q holatda, dunyoning odamlari nima qilsa shuna qilib, dunyoning odamlari nimadan baharlansa biz shuna baharlanishga aldirab, Xudoning so'zi, Xudoning bizga da'vat qilganlari, Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlari bilan hech bir parvoyimiz palak holatda, o'zimizning xohishimiz bilan, o'zimizning maqsadimiz bilan yashagan vaqtimizda mushundaq, ya'ni Hazrat Aysomu qayt keldi, qayt kelgan vaqtida bizmi o'zimizning xohishimiz uchun yashagan vaqtimizda, oxir zamon kelgan vaqtimizda bizmi tunimay qolamiz, bilmay qolamiz, anqiramay qolamiz. Shuningga o'xshash Hazrat Ayso garchi bu birinchi qatim kelgan vaqtida bizni qutqizish uchun, bizga Xudoning nurini elib, bizni ozod qilish uchun, ya'ni qulluqdan ozod qilish uchun kelgan bilan amdi kelgan vaqtida, oxir zamon kelgan vaqtida bo'lsa, Rab uchun Rabga bo'lgan e'tiqodi bilan Rabning so'zida haqiqatni ching turib, o'zi qanchalik ziyon tasimi, o'zi qanchalik insonlar tarafidan qanchalik xo'rliklarga, qanchalik nimalarga uchragan bo'lsa-mu, lekin o'zi har vaqt Xudoning so'zida tavranmasdan, Xudoga bo'lgan qizg'inligi, Xudoning so'ziga bo'lgan mehr muhabbati bilan, Xudoga bo'lgan shunday bir intilishi bilan, e'tiqodi bilan turganlar bo'lsa, o'sha turganlar bo'lsa, Rabni tunib, ham shunaqlar Rabning o'zlarini aql kelganligini, mangulik podshohligiga boshliganligini, mangulik podshohlik uchun ularning aql kelganligini his qilgan, anqira oladigan bilan, lekin ana shunday o'zining xohishi, o'zining umidlari, o'zlari shu kutgan narsalari o'ziga mansub, ya'ni o'ziga mansub deganlik biz bayon dedik dunyo deb turib. Shu dunyoning qonuniyati, dunyo xos ishlar, dunyo xos arzu havaslar bilan yashashga kirib ketgan, dunyoga kirib ketgan o'z e'tiqodchimi Rab Aysoga tavami o'z og'zida garchi men e'tiqodchi, men Rab Aysoga tava degan bilan, ammo hayoti normal dunyoning odamlari bilan hech farqlanmaydigan, dunyodagi odamlar nima qilsa shunday qilib, nima desa shunday deb, ular nima uchun yashasa, dunyoning odamlari nima uchun yashasa, o'zini garchi e'tiqodchi tavaganlarmi, shular bilan farqi yo'q holatda yashaganlar bo'lsa, Rabning qayt kelgan vaqtini va yoki Rab qayt kelgandimi, shuningga o'xshash.
Rab birinchi qatim kelganga o'xshash Rab kelgan vaqtida tunimaydi. Qarshi olamaydi, qabul qilolmaydi degan narsani bizga bu oyatlar orqali bizga yana ham o'sharlik bilan ogohlantirayotganligini biz ham esga olaymiz. Ya'ni bu yerda yana deydi, shundaqdimi u o'zini qabul qilib, o'ziga e'tiqod qilganlarning hammasiga Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Bayam dedik, u dunyoni yaratgan bo'lsa, ya'ni dunyo orqali yaratilgan bo'lsa-mu, dunyo kelgan, dunyo uni tunimidi. Tuproqqa kelgan bo'lsa-mu, tuproqqa qarshamidi, xalq qarshi kelgan bo'lsa-mu, xalqqa qarshamidi dedim. Lekin shundaqdimi, u o'zini qabul qilganlarga, o'ziga e'tiqod qilganlarga bo'lsa, shu o'zini qabul qilib, o'zini e'tiqod qilganlarning hammasiga Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Chunki u o'zi insonlarga hayot xato qildigan, Xudoga yaqinlashtirgan, qarong'uliklarni yoritadigan shu nurni elib kelgan. Ana shu nurni elib kelgan vaqtida uni o'zini tunib olganlarga, o'zini tuniganlarga, uni haqiqiy nurlik ekanligini tuniganlarga, haqiqiy nur deb uni qabul qilganlarga, ya'ni Rabbim deb e'tirof qilganlarga, uni Rabbim deb turib, u degan, ya'ni Rab Ayso bizga ko'rsatgan shu yo'l bo'yicha, Rab Ayso bizga o'rgatgan shu haqiqatlar bo'yicha ching turib shu yashayotgan, Rabbni har vaqt Rabga bo'lgan e'tiqodi, Rabga bo'lgan shu ishonchi bilan shunday yashaganlarga, Rabbim deb shu qabul qilib, Rabbning yo'li bilan mangan shularga bo'lsa Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi deydi. Endi bu yerda Xudoning farzandi bo'lish huquqi degan nima? Degan uqumni biz tushunishimiz uchun albatta muqaddas kitobda, ya'ni mush yangi ahd kitobimizda nurg'un yerlarda sizlar bo'lsanglar Xudoning farzandisizlar degan so'z nihoyat ko'p uchraydi. Masalan, Afasiylar yozilgan 2-bob 19-oyat qaraydigan bo'lsak, Xudoning muqaddas xalqi bilan billa Xudoning podshohligining ahlilari bo'lib, Xudoning oilasining a'zolari bo'lganlar deb turib, Xudoning farzandi bo'lganlarni shu muqaddas Xudoning muqaddas xalqi, Xudoning podshohligining ahlilari, ya'ni Xudoning podshohligi mansub bo'lganlar deydi. Xudoning oilasining a'zolari, ya'ni Xudoning oilasi, bir oilaning a'zosi. Endi yana bu Rimliklar yozilgan 8-bob 14-oyat qaraydigan bo'lsak, Xudoning ruhi ato qilinganlar bo'lib, ularning hayotini Xudoning muqaddas ruhi yetaklaydi. Biz oldida bilan deb keldik. Ya'ni Xudoning farzand, ya'ni Rabga ishonganlar. Biz oldin qatimdan dedik, Rab Aysoni Rabbim deganlarga bo'lsa, Xudoning muqaddas ruhi ato qilindi deganligini biz munozir qismida deb kelgan edik. Shuning o'xshash Xudo Rab Aysoni qabul qilganlar, uni Rabbim deb qabul qilganlarga Xudoning muqaddas ruhini ato qilishi bilan muqaddas ruh ularning hayotini yetaklab, yo'llarini yetaklab, biz muqaddas ruhning roli nima degan otimiz munozir qismida bo'lsa, bizga o'rgatadi, Xudoning so'zini anqiratadi, hamda biz shu muqaddas ruh bilan yashagan vaqtimizda, muqaddas ruhning yetaklishi bilan yashagan vaqtimizda dunyoning odamlarining qilganliklarining dunyo xos, qarong'ulik xos, Xudoning haqiqatiga qarshi tarafda turganligini, ya'ni Xudoga qarshi taraf ekanligiga shuna guvohchi bo'lganligimizni, guvohlik bo'lganligini biz muqaddas ruhning rolini, muqaddas ruhning bizning hayotimizga kirgan vaqtida shu bizga o'rgatadigan, yetaklaydigan guvohchi, ya'ni haqiqatga guvohchi deganimiz ham shundaqla nimaning yo'riqlik, nimaning qarong'ulik ekanligini ayirib beradigan shundaqla guvohchilik sifatida biz guvohchini biz hayotimizda hukm sotlarda nihoyat ko'p ishlatamiz bu guvohchi deganni. Guvohlik berish, nimaning haqiqat ekanligiga guvohlik berib, nimaning yomonlik ekanligiga guvohlik beradigan shu guvohchi emasmi? Ana shunday ekanligini biz anqiratib o'tgan edik. Ana shunga o'xshash Xudoning farzandi bo'lganlar bo'lsa, Xudoning ruhi ato qilinganlar bo'lib, ularning hayoti, ya'ni Xudoning farzandi bo'lganlarga Xudo o'zining ruhini ato qilish orqali ularning hayotini yetaklaydiganligini, muqaddas ruh orqali yetaklab mangdiganligini va muqaddas ruh orqali ana shu Xudo iroda qilgan shu irodasi yo'lida yetaklaydiganligini bayon olay da'vat qilganligini biz ham anqiralaymiz. Ham shundaqla Koloslar xati bo'lsa Xudoning irodasini tunutudi da'vatmamdi. Ana shunga o'xshash muqaddas ruh bizning qalbimiz bo'lgan vaqtida, muqaddas ruh bizning vujudimiz tushgan vaqtida muqaddas ruh orqali biz ham Xudoni tunalaydiganligimizni, Xudoning so'zini anqiralaydiganligimizni, ham shunday Xudoning irodasini, hayotimizdagi irodasini tunalaydiganligimizni va har kunimizga har bir ishlarda shu muqaddas ruhning yetakchiligida nimaning haqqoniyligi tavash ekanligini anqirab, shu muqaddas ruhning yetakchiligida Xudo xursand bo'lgan hayotni yashaydiganligimizni ham mush orqali ham anqiralaydiganligimizni his qila olamiz. Eng muhimi nima desa, Xudoning oilasining a'zolari bo'ldinglar degan gap. Biz Xudo yo'riqlik dedi.
Hazreti İsa, yani Rabbimiz İsa Məsih bolsa, özü bizge hayatlık ve nur bulup kelip, bizge nur ata qılıp, bizi Xudaga yaqinlashtirdi deydi doğamizmi. Yani bu deganlik Xudanın mehr muhabbeti bilen bizning gunohlarimizning kechirim qilganligini ve bizni pok qilib, özü bilen bir yerde, özünün huzuriga chaqirgan, bizni Xudo bilan birga turadigan, shu Xudoning oilasining, yani oila deganlik birga turadigan, birga yashaydigan, barcha oiladagi, yani barcha narsa, barcha ishlarga birlikte hamdamda bo'lgan shunday bir munosabat ekanligimizni esga olamiz. Shuning uchun biz bo'lsak bayonda Xudoning podshohligining ahlilari, Xudoning muqaddas xalqi deb turib, endi shunal Xudo va'da qilgan haqiqiy boylik mirosxo'r bo'lamiz degan mushunday so'zlarning hammasini biz mushu yangi ahdida Xudoning farzandi bo'lganlar deganlarning mushunday salohiyati, bularniki huquqining nima ekanligini mushu yangi ahd orqali mushunday anqira olamiz. Ya'ni biz Xudoning oilasining a'zolari bo'ldik deb turib, bizning gunohlarimizni kechirim qilib, Xudo o'zining huzuriga, Xudo bizning bilan birga bo'lib, Xudo bilan birga Xudoning oilasining ishlari, ya'ni Xudoning podshohligining ishlariga biz hamdam bo'lganligimizni, Xudo amalga oshirmoqchi shu podshohligining ulug'vor ishlariga bizni shularga qatnashtirganligini biz ham bu orqali his qila olamiz. Shuning uchun bu farzandlik huquq bo'lsa, Xudoning farzandidek, Xudoning obrazidek yashaydigan, shunday bir hayotiy kuchga ega bo'lganlar ekanligini biz ham bu yerda anqira olamiz. Ya'ni Xudodan kelgan bayondadamiz muqaddas ruh ato qilgan, ana shu hayotiy kuch, mangulik tava bo'lgan, mangulik ichidagi yashaydigan, shunday mangulikni anqira oladigan, Xudoning podshohligining shu ishlarini anqira oladigan, ana shunday bir hayotiy kuchga ega bo'lganlarni biz Xudoning farzandlik huquqi degan narsaning shunday bir huquq, ya'ni Xudoning farzandidek yashaydigan, Xudoning obrazidek yashaydigan shunday bir hayotiy kuchni Xudoning farzandi bo'lish huquqi deb turib, mushuni da'vat qilganligini biz anqira olamiz. Shuning uchun ham bu yerda birinchi, ya'ni Yohanna yozgan birinchi xatda 3-bob qaraydigan bo'lsak, Xudoning farzandi bo'lganlar gunoh sodir qilavermaydi, haqqoniy yo'l tutadi deb turib, ya'ni biz mush Yohanna bayon qilgan xush xabar bilan Yohannaning yozgan xatlari va 1-2-3 xatlarni o'qisak, Xudoning farzandi bo'lishining nima ekanligini bizga nihoyat aniq tushuntirib bergan xatlar desam bo'ldi. Ya'ni Xudoning farzandi bo'lganlar gunoh sodir qilavermaydi degan gap, biz bilamiz Xudo hargiz gunoh bilan birga turmaydi. Xudo bo'lsa pok va muqaddasdir. Ham shuningdek Xudoning biz bayonda farzand bo'lish huquqi bo'lsa, Xudoning farzandi bo'lish huquqi Xudoning obrazidek yashaydigan, hayotiy kuchga ega bo'lganlar, ya'ni gunoh o'tkazmaydigan, balki Xudoning muqaddas ruhiga tayanib yomonlikdan yiroq, gunohdan yirgindigan shunday bir xislatga, ya'ni dunyoning iqimiga ergishib yashamaydi, balki Xudoning haqiqatida ching turadigan, Xudo shu gunoh sodir qilmaydigan, gunohdan yirgindigan ve şu Xudoning haqiqiy xos bo'lgan haqqoniy yo'llarni tutib turib yashaydigan shunday bir kuch ekanligini biz bayon deganga o'xshash, Xudoning farzandi bo'lsa, Xudoning obrazidek yashaydigan degan gap, ana shu Xudoning obrazi bo'lsa, pok va muqaddas bo'lgan shunday bir obraziga o'xshash, ham gunoh sodir qilmaydigan, gunohdan yiroq holatda nur ichida yashaydigan, nuri bo'lgan shu haqqoniylik yo'lida yashaydigan shunday bir yashay oladigan hayotiy kuchga, ya'ni muqaddas ruh orqali, muqaddas ruhga tayinib, ana shundoq gunohdan yirgindigan, haqqoniy yo'lni tutadigan shunday bir hayotni yashay oladiganligini bizga bu yerda anqirtqizyotdi. Ya'ni masalan biz Filiplar yozgan xat 4-bob 13-oyat qaraydigan bo'lsakmi, menga kuch-quvvat ato qilgan Iso Masihga tayinib, Rabbim Iso Masihga tayinib, u mendan talab qilgan har qanday ishlarni men qila olmayman degan bir oyat bor. O'qib baxsanglar bo'ldi. Ya'ni bu degan nima degani degan o'xshash, ana shu, ya'ni Rabbim menga ato qilgan kuch-qudratga tayinib degan gap, ana shu Rabbim menga ato qilgan huquq, farzandlik huquq, Xudoning farzandi bo'lish huquqiga tayinib, men Rabbim mendan talab qilgan, Rabbim meni yetaklagan, Rabbim mening hayotimda amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlar bo'lsa, men Rabbimga tayinib, men shu ishlarni qila olmayman degan gap. Ya'ni shu muqaddas ruh bizning vujudimizda, ana shu Rabbimiz bizdan kutgan, Rab bizni yetaklagan shu yo'llarni anqiratqizib, shu yo'llarda mang'alashimiz uchun kuch-qudrat ato qilganligini va shu ishlarni qila olishimiz uchun yetaklaydiganligini biz bu yerda aytadi. Ya'ni biz o'zimiz kuchimizga tayanib, o'zimiz oldimizga emas, balki Xudoning ruhi bo'lgan muqaddas ruh, Rab bizga ato qilgan kuch-qudrat bo'lgan shu muqaddas ruhga tayanib, shu ishlarni qila oladiganligimizni, Xudo xursand bo'lgan ishlarni qila oladiganligimizni, davomli shu gunoh sodir qilmaydiganligimizni bizga bu yerda alayda eskartyotdi. Ya'ni bu shu Xudoning
farzandlik huquqining dal mushundaq bir huquq ekanligini biz bir qatim izohlash orqali, o'ylanish orqali o'zimizning hayotimizga tatbiqlab ko'rishimizning nihoyat muhimligini biz bu yerda anqira olamiz. Endi davomini qarasak, bu yerda ham mushu huquq, ya'ni Xudoning farzandi bo'lish huquqi. Ya'ni Xudo bizga ato qilgan shu kuch qandoq keladi? Ya'ni shu kuch qandoq keladi deganida bu huquqqa, ya'ni Xudoning farzandi bo'lish huquqqa, Rabbdan erishadigan shu kuch qudratga, Rabb kimlarga shu kuch qudratni ato qildi? Rabb kimlarga shu huquqni ato qildi degan vaqtida bu huquqni, ya'ni Xudoning farzandi bo'lish huquqini yo qondan, yo jinsiy talabdan, yo inson xohishidan emas, balki Xudoning irodasidan, Xudoning irodasi bilan erishgan bo'lganligini bu yerda alohida ta'kidlab o'tdi. Ya'ni bu yerda qondan va yoki jinsiy talabdan yoki inson xohishidan emas deganni biz muqaddas kitob orqali nihoyat aniq bir anqira olamiz. Masalanga biz Ibrohim bilan Xudoning shu vaqt va'dasini o'ylab o'tsak, biz olamni yaratilishida chunki buni nihoyat aniq o'rganib o'tgan. Masalan, Xudo Ibrohimga va'da bergan, "Sana nurg'un farzand ato qilman" deb. Lekin 75 yoshida Xudo bu va'dani bergan bilan 100 yoshida aran Isoq erishdi emasmi? Mushu 25 yil bilan sukutni saqlash jarayonida Sara, ya'ni deymiz Hajarni Ibrohimga elib berdi-ku, to'qalliqqa, kichxotinlikqa. Shu vaqtda bular Sara o'zining tug'masligini bahona qilib, ammo Xudo bo'lsa va'da bergan farzand bergan. Ammo Xudoning va'dasi bor. Bular o'zlari qaragan vaqtida, o'zining hayotda qaragan vaqtida, o'zining ahvoliga qaragan vaqtida Allohning qerib, farzand bo'lish shuna bir vaqt paytini o'tib ketgan. Ammo Xudo bo'lsa shuna va'din bergan. Shunga bular o'zining usuli bo'yicha shu Hajarni berib Ismoilni topgan. Lekin Xudo shu vaqtda desa, "Men sana va'da bergan farzand Ismoil emas, balki kelar yil tug'ilgan, ya'ni ayolning Saradan tug'ilgan Isoqdir" deb turib Xudo aniq deydi emasmi? Ya'ni Xudoning va'dasi, Xudoning irodasi. Chunki Isoqni Xudo o'zi va'da bergan, o'zi iroda qilgan bola. Lekin bu Ismoil bo'lsa, bular Hajar bilan bu Ibrohimning o'zining usuli, o'zining dunyoning farzand qoldirish qonuniyati. Shu dunyoning qonuniyati bo'yicha topgan bolasi bo'lsa Ismoil. Hajar orqali topgan bolasi Ismoil. Ammo Xudo o'zi aniq degani, "Mening va'da bergan farzand bo'lsa shu Isoq" deb turib, "Mening irodam shu Isoqqa bog'lanishlik" deb turib, izchil shu Isoqqa bog'lagan ahdisini eskartidi. Ya'ni shunga o'xshash bu qondan yoki jinsiy talabdan deganga faqat Ibrohimning pushtidan tug'ilgan shu farzandli bo'lsa, mayli Ismoil bo'lsin, biz shu vaqtda o'rganib o'tgan Ibrohimning yana nurg'un farzandlari bo'lganligini, ularni Isoqdan ayirib sharq tarafga haydayotganligini biz olamni yaratilish o'rganib o'tgan. Shunga o'xshash faqatlar Ibrohimdan tug'ilgan barliq farzandlarning Xudoning ahdisining farzand, ya'ni ahdi xalqi emasligini o'sha vaqtda aniq degan. Ham shuningdek jinsiy talabdan deb turib yerda faqatlam shu Ibrohimning urug'idan paydo bo'lgan shu farzandlarning hammasi ham dal shu Xudoning ahdi xalqi, Xudoning irodasiga bog'liq bo'lgan shunday xalq emasligini shu vaqtda biz shu mazmun orqali biz bu yerda anqira olamiz. Ya'ni ya qondan, ya jinsiy talabdan, ya inson xohishidan emas, balki Xudoning irodasidan deb turib, balki buning inson tarafdan emas, inson o'zining tirishchanligi, inson o'zining topgan amallari, choralari bilan emas, balki bularning hammasining Xudoning irodasi bilan, Xudo o'zi va'da bergan, Xudo o'zi iroda qilgan odamlarla Xudoning farzandi bo'lish shuna huquq erishadiganligini da'vatidi. Ya'ni bu yerda Yahudiylar ham bo'lsa, Xudoning shu huquqiga erishalamdi degan vaqtida biz bu yerda faqat Yahudiylarning ham emas, bayam ustida 9-oyda o'tgan o'sha butkul insonning ichida butkul mushu necha ming millatlarning dunyoda mavjud bo'lib turgan necha ming millatlarning ichidagi ham ularning orasidan ham Xudo iroda qilgan shu xalqlar, shu odamlar Xudoning farzandi bo'lish huquqiga erishalaydi. Bu odam qanday odam? Rabbni qabul qilgan, Rabbni tunigan, Rabb Aysoning haqiqiy nur ekanligini qabul qilgan, Rabb Aysoning haqiqiy qutqizgich ekanligini e'tirof qilgan va Rabb Aysoning boshlagan yo'lida, shu bizga ulug' ko'rsatgan shu yo'lida e'tiqodi bilan ching turib yashagan, Xudoning shu, ya'ni Rabb Ayso orqali erishgan shu kuch qudratga otimiz shu Xudoning muqaddas ruhiga tayinib, Xudoning irodasini anqirab, Xudoning irodasi bilan yashaydigan odamlar faqatlam Xudoning shu farzandlik bo'lish huquqiga ega bo'lganligini aytadi. Ya'ni biz bo'lsak, normalda bizning hayotimiz bo'lsa,
biz ata ana degan vaqtimizda buningda bir qandoshlik munosabati bo'lganlarni biz ata ana onasi deb turib biz bu yerda tasvirlaymiz. Lekin bu yerda biz Xudoning haqiqati ichida bo'lsa, faqat Xudoning shu irodasi bilan tug'ilganlar Xudoni oti deyalaydiganlarni, ya'ni Xudoning farzandi bo'la oladiganini. Bu hargiz dunyoning qonuniyati bo'yicha qandoshlik munosabat bilan yoki boshqa bir inson o'zi men Xudoning farzandi bo'laychi, men Xudoning yo'lida mangaychi deb turib, inson o'zining xohishi bilan, o'zining kuchi bilan Xudoning farzandi bo'la olmaydiganligini bu yerda aytadi. Ya'ni buni biz balkim xush xabar taqatgan vaqtimiz naytini anqirgan bo'lishimiz mumkin. Masalan, oilamizdagilar, qarindoshlarimizga va yoki bizning yaqin do'stlarimizga bo'lsin, shuncha uzun bo'lsa-mu, ularga izchil xush xabarni taqatgan bo'lsak-mu, ular hozirgacha Xudodan qabul qilmayotganlar yani bo'lishi mumkin. Ba'zilarning bo'lsa shuna tez qabul qilganlar bo'lishi mumkin, ba'zilarning bo'lsa hozirgacha necha yil o'tgan bo'lsa qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni buning hammasining Xudoning vaqti soati, Xudoning irodasi, ham shunday Xudo tarafidan bo'lganligini bizga anqiratib hargiz bu bizning kuchimiz, bizning xohishimiz, bizning istikimiz bilan emas, balki Xudoning irodasi, Xudo tarafdan, Xudoning kuch qudrati va Xudoning mehr shafqati bilan bo'lganligini bizga alayda anqiratib. Shuning uchun bu yerda biz e'tiqodimiz bilan Xudoning mehr shafqati bilan biz Xudoning farzandi bo'lish huquqiga, bu huquqni bizga faqat Xudo bilan bera oladiganligini, buni hargiz o'zimiz olmaydigan bir huquq ekanligini bizga ta'kidladi. Ya'ni bu kuch qudratni ham biz dedik, Xudo ato qilgan shu kuch qudrat bo'lsa, ya'ni muqaddas ruh orqali biz Xudo bizning talab qilgan ishni qila olamiz deb. Ya'ni Xudoning shu talab qilgan ishlarini faqat muqaddas ruhning yetaklishi bilan qila oladiganligimizni biz o'zimizning kuchimiz bilan Xudoning ishlarini, Xudo xursand bo'ldi deb o'ylagan ishlarni biz o'zimizga tayinib, o'zimizning kuchimiz bilan, o'zimizning planlarimiz bilan biz hargiz bularni amalga oshira olmaydiganligimizni, qila olmaydiganligimizni, biz o'zimiz hech qanday ish qila olmaydiganligimizni bizga aytadi. Shuning uchun bizning e'tiqodimiz bo'lsa, Xudoning mehr shafqatiga asoslanganligini biz ham bu yerda yana bir qatim anqira olamiz. Endi oxirgi bilak, ya'ni kalom inson bo'ldi va aramizda yashadi. U mehr shafqat va haqiqatga to'lgan bo'lib, biz uning ulug'ligini, ya'ni atamiz Xudoning birdan-bir yegan o'g'lining ulug'ligini ko'rdik deb bu yerda kalomning hayotlikning manbasi bo'lgan insonlar nur elib kelguchining qanday bir holatda, ya'ni bu kalomning qanday bir holatda, ya'ni inson tinida, ya'ni inson bo'lib aramizga nur elib kelganligini, ya'ni aramizda yashaganligini bu yerda ta'kidlayotdi. Ya'ni shu kalomning, ya'ni aramizga inson bo'lib kelgan bu kalomning, ya'ni Hazrat Isoning aramizda yashaganligini va uning mehr shafqati bilan haqiqatga to'lgan uni, Xudoning yegani o'g'li deb atalgan uning ulug'ligini bo'lsa biz ko'rdik deb turib, ya'ni shu kalomning inson tinida kelib aramizda, bizning insonlarning orasida yashash orqali namoyon qilgan mehr shafqati, haqiqati ulug'ligini biz ko'rdik deb turib, inson tinida kelishdagi asosiy sababini, maqsadini ham u inson tinida kelish orqali, insonlik tani kelish orqali namoyon qilgan mehr shafqatning, haqiqatning, ulug'ligining nimaligini bizga bu yerda anqiratib. Ya'ni inson tinida kelishning sababini biz yana bu yerda emas, İbraniliklar yozgan xat 2-bob 14-oyatga qaraydigan bo'lsak, ya'ni farzandlarning tini, ya'ni Xudoga xos, ya'ni Xudo farzandim deb ataganlar, ya'ni Xudoning farzandi bo'lish huquqiga erishganlarning tini go'sht bilan qonning gavdasi bo'lg'achqa, ya'ni biz hozir demizmi go'sht bilan qonning bir gavdasi emasmi? Bizning tinimiz shulardan tarkib topgan. Aysa Masihmu shu farzandlarga o'xshash gavdada bo'ldi. Bunda qilishdan maqsad u o'z o'limi orqali o'lim huquqini tutgan shaytonning kuchini bekor qilib, umr bo'yi o'lim qo'rqinishining quli bo'lganlarning hammasini ozodlikqa erishtirish uchun edi deb turib, kalomning inson tinida kelishdagi maqsadining o'zining o'limi bilan, ya'ni insonlar gunoh sababidan o'lim, ya'ni gunohning nimasi o'lim emasmi? Dal shuningga o'xshash o'z o'limi orqali shu o'limning huquqini tutgan shaytonning kuchini bekor qilish ekanligini, ham shuninglar shu o'limning qo'rqinchi ichida yashayotgan shu Xudoning farzandlarini bo'lsa ozodlikqa erishtirish ekanligini, ya'ni inson tinida kelishning birdan bir maqsadi bo'lsa, o'zining o'limi bilan shu o'limning kuchini bekor qilib, shu Xudoning farzandi bo'lganlarni bo'lsa shu o'limning qo'rqinchidan, o'limning nashtiridan, o'limning asiridan ozod qilish ekanligini bu yerda ta'kidladi.
Yani günah səbəbidən biz insanların təbiəti, insan təbiəti günahlıq təbiət, yəni günahlıq nimiz sınıb emasmı? Bizə sınıb ketgan. Həm şu günahımız səbəbidən bizni tutub turğan, yəni şu, yəni şeytan bizni daim şikayət qılır deyə turub münazirə degan emasmı? Yəni şundaq şeytanның şu şikayəti bizni tutub turğan, həm şundaqla şu ölüm, bizdə günahның nimisi ölüm deyə turub. Yəni şu ölüm bizni daim bağlab turğan emasmı? Yəni şunun oxşar şu ölümnің hüquqını Ölümнің huquqini күшін тұтып тұрған şu şeytanni bekar qilib, yani şeytanның құллығыдан, şeytanның şikayeti astıdan bizni azat qilish, bizni şu ölümnің nəştiridən, işidən azat qilish ekanligini, мұшының birdən bir Hazrat İsa'ның bizga o'xshash inson tinida kelib, bizga o'xshash, ya'ni biz uni dedik mukammal xudo va mukammal inson dedik emasmi? Ana shunga bizga o'xshash yashadi, bizga o'xshash yedi, bizga o'xshash ichdi, bizga o'xshash nurg'un sinoqlarga duch keldi, ammo u sinoqlarning ichida qandaq haqiqat ching turishni bizga ulgu qoldirdi emasmi? Mush qo'shqarni o'qisak, Hazrat Isoning hayotidagi barliq ishlarni biz anqira olamiz. Ana shunga o'xshash, ana shu Hazrat Isomi bizga o'xshash yashab, aramizda bizga o'xshash yashab turib, bizga shu ojizliklarimizda, sinoqlarga uchragan vaqtlarimizda ularni qanday Xudoga tayinib yengishni bizga o'zi ulgu qilib ko'rsatgan emasmi? Ana shunga o'xshash shu bizni tutib turayotgan dunyoning qonuniyati, bizni tutib turayotgan dunyo xos o'y fikrlar, dunyoning kuchlari, mushunday ham sinoqlar, dunyoning sinoqlari kelgan vaqtimizda Hazrat Isoga o'xshash va u bizga ato qilgan shu deyimdiq muqaddas ruh, u bizga ato qilgan kuch qudratga tayinib yengalaydiganligimizni bizga ulgu ko'p ko'rsatgan emasmi? Ana shunga o'xshash uning inson tinida kelib, aramizda yashab, u o'zi, ya'ni u inson tinida yashash orqali uning bizga ko'rsatgan mehr shafqati va haqiqati va uning ulug'ligini biz ko'rdik deb Yohanna shuna davatmamdi. Shunga o'xshash uning inson tinida bizga o'xshash qon va go'shtning gavdasi bo'lib, insonlarning, ya'ni dunyoda yuzlangan har qanday azob oqibatlarini Hazrat Iso ham boshdan kechirdi. Masalan, Kirishga muxlinishdan burun, ya'ni azob haftasini biz alayda biz azkalib o'talaymiz. Masalan, Getsemane bog'chisida ular duo qilgan vaqtida Hazrat Isoni g'am besib, ko'ngli qattiq bearam bo'lib degan vaqtda, ya'ni Hazrat Iso jinim chiqib ketadiganday g'am qayg'u patdim degan o'xshash o'zining azobini ham shunaq tasvirlagan bir nimalarni biz uchirta olamiz. Ham shunaqla duo qilib, "Ey ata, mumkin bo'lsa bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan, lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin" deb turib, Xudoning irodasini talab qilib turib, bizga o'xshash holatda azob oqibatlarni his qilgan, ya'ni bizga o'xshash bo'lib, uning tini bo'lgan shu qon va go'shtning gavdasidan tarkib topgan shu tanda yashash orqali biz kechiradigan, biz yuzlanadigan barcha azoblarga, sinoqlarga va shuna azob oqibatlarni o'zi bizga ulgu qilib qanday yenganligini, Xudoning irodasini amalga oshirganligini bizga oldin ko'rsatib, bizga ulgu qoldirganiga o'xshash, dal uning Hazrat Isoning inson tinida kelib, aramizda yashab turib, bizni qutqizish uchun, Xudoning farzandlarini ana shu Xudoning shon sharafiga erishtirish uchun, Xudoning shu qutqizish xizmatini amalga oshirish uchun, bizni tutib turgan shu o'limning kuchini, shaytonning kuchini bekor qilish uchun, bizni ozod qilish uchun Rab Isoning inson tinida kelganligini, ham shunday inson tinida kelish orqali Xudoning mehr shafqatini, haqiqatini, ulug'ligini namoyon qilgan ko'rdik degani, bu mehr shafqat bo'lsa, bayon bizda Xudoning irodasi va Xudoning mehr shafqati bilan biz Xudoning farzandi bo'lish huquqiga erisha olamiz degan emasmi? Xudo bu mehr shafqatni butunlay Rab Iso orqali, Rab Isoning tinida o'zi bu namoyon qildimiz, chunki Xudo o'zi bizni farzand qilish uchun, bizning gunohimizning badali uchun o'zining o'g'lini, ya'ni Hazrat Isoni qurbon qilish orqali, qurbonlik qilish orqali bizning ölümümüzün cezasını, yani bizim lənətlərimizni, bizim günahlarımızın lənətlərini, hamısını onun üstüge yükləş arqılıq, bizim üçün onu qurbanlıq qilish arqılıq, bizni özüge farzand qıldı emasmı, bizni azad qıldı emasmı? Bu dal şu Rab Isoning inson tinida kelishi bilan isbotlangan mehr shafqat mana shu. Yani Hazrat Isoning bizning uchun, bizning badalimizni o'taganligi uchun mushning ustida namoyon bo'lganligini biz bu yerda tushuna olamiz, anqira olamiz. Ana shu ulug'ligi ham uning bizni o'zining o'limi bilan
o'zining oqizgan qini bilan bizni poklab, bizni Xudoga mansub, Xudoning farzand qilganligi orqali biz ham bu ulug'likni biz ham ko'ra olamiz. Kunda ko'ryapmiz. Xudo bilan birga bo'lgan har vaqt, har zamon biz kunda Xudoning bizga ato qilgan mehr shafqati bilan bizni Xudoning yetaklagan yo'llari ustida, bizning ustimizda namoyon qilgan shu Xudoning shon sharaflarini, ulug'ligini biz ham bu mehr shafqatga to'lgan bu hayotimizda biz Xudoning shu haqiqatini, mehr shafqatini, ulug'ligining nimaligini biz ham bugungi bizlar ham ko'rayotganligimizni, anqirayotganligimiz mencha sizlar his qila olasizlar. Shunga bu yerda Yohannaning bedavatgani shu kalam inson bo'ldi ham arimiz yashadi. Ya'ni Hazrat Isoning inson tenida kelib billa arimiz yashashi bilan namoyon qilgan uning mehr shafqati va ulug'ligini biz ko'rdik, ulug'ligini namoyon qilganligini, yegan o'g'lining ulug'ligini namoyon qilganligini ko'rdik deyish orqali bu yerda uning inson tenida kelish maqsadi bilan amalga oshirgan shu shon sharafni, ulug'likni deyish bilan billa biz ham bugun ham Yohannaga o'xshash biz Xudoning farzandi bo'lib, Xudoning farzandi bo'lish huquqiga erishgan bizlar ham Xudoning muqaddas ruhi bilan yetaklashi bilan, Xudoning shu bizga taqan kuch qudrati bilan, Xudoning irodasini, Xudoning bizdan talab qilgan ishlarni qilib yashash orqali va shu ishlar ustida Xudoning shu ulug'ligini, bizning ustimizga amalga oshirgan shu ulug'liklarni biz ham ko'ryapmiz, davatimiz emasmi? Shunga o'xshash biz har kuni dal shu Rabbimiz Iso Masih orqali, uning inson tenida kelib shu tamomlagan shu ishi orqali bugungi bizlar ham shu Yohanna o'sha deyiladiganimiz uning inson bo'lib kelishi bilan va uning bizning uchun tamomlagan shu ishlari bilan biz uning mehr shafqatini, uning haqiqatini, uning ulug'ligini biz ham o'zimizning hayotimizda ko'rdik, ko'ryapmiz deyalaymiz. Qarindoshlar 15-oyatdan 18-oyatgacha mazmun, ya'ni Yahyo payg'ambarning guvohligi, uning degan guvohlik so'zlarini bu mazmunni bugungi vaqtimiz uzrab ketdi. Buni Yahyo payg'ambarga oid mazmun bo'lg'achqa biz keyingi soatda shu 15-oyatdan boshlab 1-bobning barcha Yahyo payg'ambarga tava qismini biz keyingi soatda hammasini yig'inchoqlab birga ko'rib o'taylik. Bugungi mazmun shunchalik bo'lsin, biroz uzrab ketdi. Buni qurma-qur, so'zma-so'z ko'rib o'taylik degan bo'lg'achqa mazmun jaqlab ketdi. Shunaq bo'lsa-mu qarindoshlarning bugungi mazmun orqali Xudoning sizlarga anqirmoqchi bo'lgan, anqiratqizmoqchi bo'lgan, sizlar demoqchi bo'lgan shu irodasini anqiralishinglarga tilakdoshman. Amanglarga Xudodan kelgan, Xudoning kuch qudrati bo'lgan shu muqaddas ruhdan kelgan aql farosat, ro'shan qalb va donolik ato qilishini tilayman. Biz hamsa keyingi soatda ko'rishaylik. Amanglar ham keyingi soatgacha Yahyo payg'ambarga oid boshqa 3 xush xabar kitob, ya'ni Luqa, Matta, Markosdagi shu Yahyo payg'ambarga oid qismlarni bir qatim o'qib chiqishinglarni umid qilaman. Biz ham keyingi soat ko'rishaylik. Amanglar omon bo'linglar.